Sharoitida hozir mini lavash tayyorlaymiz. Lavashimiz kichkinagina dumaloq lavash ekan, xamiri o'shanga mos mini lavash tayyorlaymiz. Unga kerak bo'ladi 300 gramm tovuq filesi, 2 pomidor, 1 bodring, 2 kartoshka, mayonez, ketchup, frini qilib olishimizga yog', keyin fridan tashqari kureni filega ham hozir to'g'rab tayyorlagan unga mazgina yog' qo'shamiz. 1 choy qoshig'ida tuz, 1 choy qoshig'ida kashnich kerak bo'ladi. Mana tovuq filesini ingichka qilib to'g'rab oldik. Bu yerda fri uchun kartoshkalarni ham somoncha qilib to'g'rab oldik. Qanchalik ingichka bo'lsa, shunchalik yaxshi. Keyin bu yerga hozir endi biz zira kashnich bilan tuzni solamiz hozirgi filega. Uni ustiga 1 qoshiq katta qoshiqda mayonez, 1 katta qoshiqda ketchup solamiz. Yana ozginagina pista yog'i solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana tovuqni aralashtirib tayyor qilib oldik. Hozir endi qizib turgan skarodkaga ozginagina yog' solamiz. Buni solib 1-2 martagina aylantiramiz-da, qopqog'ini yopib past qilib dimlab qo'yamiz. Tez tayyor bo'ladi. Uncha ko'p ham bo'lmaydi. 15 minutda tayyor bo'ladi. Mana tovuqimizni ham past qilib dimlab qo'yganmizni, qopqog'ini ochmaymiz. 1-2 marta aralashtirib qo'yib, sraz yopamiz. O'zini parida suvi ketib qolmasdan zo'r bo'lib, mayin bo'lib pishadi. Mana lavash hamma narsasini tayyorlab oldik. Endi xamirimiz kichkintakina mini lavash deganim uchun ham endi buni kichkina xuddi blinchikdan sal kattaroq qilib tugamiz, o'raymiz. Birinchi bunga ketchup, keyin mayonez, ustidan fri, bodring to'ralgan, pomidor, keyin mana tayyor tovuqimiz juda ham mazali, sochniy bo'lib pishgan. O'shani solamiz. Ustiga yana ozgina ketchup bilan mayonez quyib, keyin o'rashni boshlaymiz. Shuni xuddi katta lavashga ham qilsa bo'ladi. Hamma masalliqdan katta lavashdan kamroq chiqadi. Hozir bizaniki kichkintakina lavash bo'lgani uchun ko'proq chiqadi. Xuddi shu masallig'i agarda 2 barobar qiladigan bo'lsak, katta lavashdan 10 ta chiqadi. Bu masalliqdan 5 ta o'rtacha lavashimiz chiqadi. Mana ketchup, mayonez, fridan solamiz ustiga ozgina. Chunki lavashimiz juda ham kichkina xamiri. Shunaqa lavash kelib qolibdi. Endi bir proba qilib ko'ramiz. Oldin katta lavashdan qilardim, bundan endi birinchi marta qilishim. Bolalarga ham qiziqdi. Bunaqa lavashdan hali qilib ko'rmaganman. Lekin masalliq ichga juda ham kam ketar ekan. Endi mana mayonezdan keyin fri soldik. Ustiga bodring, pomidor, tovuqimizni solamiz. Tovuqimiz rosa ham zo'r mazasi. Endi buni ustiga ozginagina mayonez va ketchup solamiz. Keyin buni chiroyli qilib, xuddi birinchi ko'ragandek lavash kattasini o'ragandek o'raymiz. Mana lavashlarimizni hammasini o'rab tayyor qilib oldik. Endi buni quruq tovaga yog' solmasdan o'zini yog'ini qizartirib olamiz. Mana mini lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqdi. Mazasi ham zo'r.